Nima uchun hozirgi bolalarning xotirasi pasayib ketyapti? Bugun shu haqida gapiramiz. Avvallari faqatgina yoshi katta insonlarda xotira pasayishi kuzatilardi, ammo hozirga kelib yosh bolalarda ham bu holatni kuzatamiz va ota-onalar bizga shu murojaat bilan juda ham ko'p kelishadi. Xotira pasayishining 5 ta asosiy sabablarini sizlar bilan hozir ko'rib chiqamiz. Birinchisi, eng katta sabablardan biri bu uyqu yetishmovchiligi. Ya'ni bolada uyqu rejimi yo'qligi, kechqurun yaxshi uxlamasligi, o'z vaqtida uxlamasligi yoki uyqu soatining kamligi hisoblanadi. Asosan yosh bolalar 1-2 yoshda 10-12 soat uxlashi kerak. Yoshi katta bo'lgan sari bu soatlar kamaya boshlaydi. 4-6 yoshli bolalar esa 8 soat uxlashi bu norma hisoblanadi. Lekin hozirgi paytda bolalar juda ham kam uxlaydi, chunki har xil gadjetlar va televizorlar ko'radi hamda telefonlar o'ynaydi. Bola uxlaganda kunduzi o'rgangan narsalari asosan xotirada yozilishi boshlaydi. Ya'ni doimiy xotiraga hamma o'rgangan narsalari yoziladi. Agar uyqusi yaxshi bo'lmasa, bu proses ham kuzatilmaydi, ya'ni kunduzi o'rgangan narsalari xotirasida saqlanib qolmaydi. Ikkinchisi esa yuqorida aytib o'tganimdek gadjetlar va telefonlar. Bolani miyasi tez-tez almashanadigan kadrlarga o'rganib qoladi va dars paytida esa uzoq diqqatni talab qiladigan vazifalarni qiyinroq qabul qiladi. Ya'ni bola darsda o'tirganida diqqati yo'qoladi. Chunki darsni bilamiz, biror bir narsani o'rganish uchun uzoqroq vaqt davom etadi, lekin uning miyasi shu gadjetlar tufayli har xil yorqin narsalar tez-tez almashib turadi va u dars davomida zerikadi. Buning natijasida esa o'zlashtirish ham juda ham pasayib ketadi va buning natijasida esa xotira ham pasayadi. Uchinchisi esa harakatning kamligi. Bu nima degani? Ya'ni jismoniy faollikning kamligi. Hozirgi bolalar hammasi deyarli uyda o'tiradi, tashqariga ham chiqmaydi, har xil jismoniy mashqlarni ham bajarmaydi. Bular uchun ular juda ham yalqov hozirgi bolalar, chunki tayyor televizorni ko'rib yotishadi, ko'chaga chiqsa ko'chada ham bolalar bilan faqatgina telefon o'ynashadi, telefondagi narsalarni ko'rishadi. Buni erta yoshdan boshlab telefonni taqiqlashni sizlarga maslahat beraman, chunki bu nafaqat aqliy rivojlanishga, balki jismoniy rivojlanishga ham o'z ta'sirini ko'rsatadi. Stress va ruhiy zo'riqishlar. Ko'pchilik aytadi, bolalarda qanaqa stress bo'lishi mumkin? Stress faqat kattalarda bo'lishi mumkin deb. Yo'q, bu noto'g'ri fikr hisoblanadi, chunki farzandinglar oldida urishganinglarda ham unda ruhiy zo'riqish bo'ladi. Ya'ni shu kartinani ko'radi va miyasida bunga javob reaksiyasi rivojlanadi va stress holati kelib chiqadi. Undan tashqari shu bog'chada, maktabda o'zaro o'rtoqlari bilan talashib qolishi, urishishi natijasida ham stress kelib chiqishi mumkin. Va bolaga nisbatan har xil bosimlar bo'lganda yoki u bu narsa o'rgatganda, u o'rganmasa, unga nisbatan zo'ravonlik bo'lganda yoki qattiq tanbeh eshitganda ham bolada miyasida stress paydo bo'lishi mumkin. Beshinchisi esa bu tibbiy sabablar, ya'ni har xil kasalliklarni keltirishimiz mumkin. Masalan, nevrologik kasalliklar, autizm yoki STVG sindromi, ya'ni diqqat yetishmovchiligi va giperaktivlik sindromini ham keltirishimiz mumkin. Undan tashqari endokrin tizim kasalliklari, qalqonsimon bez kasalliklari hamda anemiyalar va har xil lor kasalliklarni ham bunga misol qilib keltirishimiz mumkin va albatta organizmda vitaminlar yetishmovchiligi natijasida ham bolada shu xotirasi bilan muammolar paydo bo'lishi mumkin. Oxirgisi esa bu noto'g'ri ovqatlanish va vitaminlar yetishmovchiligi hisoblanadi. Farzandinglarga temir preparatlari ham juda ham muhim hisoblanadi, chunki temir preparatlari xotira va kognitiv rivojlanishga juda ham katta ta'sir ko'rsatadi. Vitamin B preparatlari esa nerv hujayralariga ozuqa hisoblanadi. Omega esa nerv tolalariga ham ozuqa hisoblanadi. Undan tashqari vitamin D ham asab tizimi faoliyatida ishtirok etadi. Siz bu vitaminlarni Vitavi mahsulotimizda olishingiz mumkin. Bunda yuqorida sanab o'tgan hamma vitaminlari mujassam. Xohlasangiz Vitavi kompleksidan olishingiz mumkin yoki xuddi shu tarkibli boshqa mahsulotlardan ham olishingiz mumkin. Eng asosiysi farzandingiz sog'lig'iga befarq bo'lmang. Shunaqa foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun albatta Vitavi YouTube kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Shunaqa qiziqarli ma'lumotlarni berib borishda davom etamiz.